yana yangi video chiqadi. Albatta like va obuna bosib qo'yinglar. Bu video juda qiziq bo'ladi. Men ya'ni shaharga ketmoqchi edim. Buning uchun menga juda ko'p pul kerak edi. Men esa hozir o'g'irlikni boshladim. Demak, shunday qilib men pulni ishlayman. Bu yerda ham. Demak, men uyim katta, lekin bu yerda meni уже tanib qoladi agar yaqinda mer kelar ekan. Shuni ko'rib normal narsalar bor. Lekin bu yerda qolgim kelyapti meni. Bo'ldi, endi normalniy bo'lib yashayman. Qilmasdan hozir kitoblar qilib, kitob o'qishni boshlayman. 4 ta yetadi qo'yaman, lol. Shuning uchun kitoblarni bu yerga qo'ysam, buni sindirib kitob javonlar yetadi, bo'ldi. Mana shu yetadi va ustiga bundan qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, normal. Короче, endi esa men nima qilaman? Hozir borib qilishim kerak, lekin o'xsharmikan, yo'qmikan? Hozir ko'ramiz. Qanday ketdi bola. Xo'sh, birinchi o'rinda men qayerga ketishim kerak? Birinchi o'rinda qayerga boraman? Bilmadim. Qanunda men ketdim boshqa qishloqqa deganlar hammaga xayr. Qatag'an keldim, shuncha ketib bo'lsa ham yana qancha yurishim kerak bilmayman. Hamma narsani sotdim. Shunday qilib men yetib kelibman. Yaxshi. Nega bu yerga kelganini bilmasangiz, men bu yerda yangi uylar qilib yashamoqchiman. Bu yerda qarovsiz uylar juda ko'p ekan. Men bu yerga mer bo'lish uchun keldim. Qani hozir odamlarni oldiga borib so'raymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Men bu yerga mer bo'lish uchun keldim. Qanday topshiriq bajarishim kerak? Sen bu yerda barcha uylarni buzib yangi uy qurishing kerak. Yo'q, rahmat, mer bo'lmayman. Buning uchun menga juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Lekin bu yerda men narsalarni o'g'irlab ketsam bo'ladi. Shuning uchun ketdik. Qani o'g'irlaymiz. Nima bu? Normal narsa bu. Hatya bo'ladi, lekin bo'ladi. Shuning uchun o'zimning qishlog'imga qaytaman. Olma bor. Qisqa yo'l bor ekan, lekin men u yo'lni tanlamadim. Shuning uchun qanunda men videoni pauza qilaman va qishloqqa borib bo'laman. Buni ham kiyib oling. Davay, buni ham kiyib olamiz. O, chotki. Mayli. Xayr bo'ldi, men hozir yangi qishloqqa borib videoni va men yana qishlog'imga keldim. Shuning uchun endi nima qilaman bu yerda? Nima qilardim? Yangi g'oyalar o'ylashim kerak. To'xtanglar, yangiliklar bitta aytmayapti. Bitta odamning oldiga boray, hamma yangilikni biladi. Shu brat bor-ku. Voy brat. Davay. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Yaxshi. Qanaqa yangiliklar bor ekan, bilmaysizmi? Bitta gapni aytaymi, yo'qmi bilmayman. Ayting, mayli. Aytingchi. Короче, bizni, ya'ni qishlog'imizga qandaydir virus tarqab kelmoqda. Qanaqa virus? Nomi nima? Короче, sen kinolarda ko'rganmisan zombi apokalipsisni? Ha, ko'rardim, fantastika o'xshaydi. Shu hayotda bor va bizni qishloqqa bular kelyapti. Rostdan. Demak, nima qilyapmiz? Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ha, yugur. Xo'p. Lekin bu men yangiliklarga ishlamayapman. Agar shunaqa zombi apokalipsis bo'lganda hamma vahima bo'lardi.
yoki bu odam просто vahima ko'taryapti. Ha, mayli bolalar. Uyga kirib maktabgacha o'tiraman.